Assalomu alaykum, men doktor Boboyev. Bugun sizlar bilan kindik va uning funksiyasida kindikni qanday qilib o'z o'rniga qaytarish mumkin shu haqida gaplashib o'tamiz. Oldingi mavzularda biz aytib o'tdikki, stress natijasida organlarning o'z o'rniga silishi kindikning ham qorin aortasiga nisbatan o'ngga yoki chapga qarab silishiga olib keladi deb aytib o'tgan edik. Bugun ushbu organlarni qanday qilib o'z o'rniga qaytarish mumkin shu haqida aytib o'tamiz. Buning uchun bemorni gorizontal holatga yotqizasiz va biz bugun mavzumizda ushbu hijama bankasidan foydalanamiz. Oyoqlar tizadan bukilgan holda turadi. Demak, kindik sohasiga hijama bankasini qo'yib, vakuum yordamida tortib olamiz. Kindikning o'rtasidan tortiladi. Bu juda og'riqli bo'ladi. Biroz kutib turasiz. Qaysidir organda silish bo'lgan bo'lsa, sizda ma'lum bir sohada og'riq beradi. Masalan, menda bel sohamda og'riq beryapti. Demak, menda buyraklarim normaga nisbatan siljigan, stress hisobiga masalan siljigan o'z o'rniga nisbatan. Haqiqatan ham men har 6 oyda masalan buyrak og'riqlari bezovta qilib turardi. Endi bunaqa holatda men buyragimni o'z o'rniga qaytarish uchun endi ushbu bankani o'ngga va chapga qarab buraman. Qaysi tomonda burash qiyin bo'lsa, shu tomonga qarab 1 minutgacha burab ushlab turiladi. Masalan, mana o'ngga qarab burayapmiz. O'ngda burash qiyin bo'lyapti. Shuning uchun o'ng tomonga qarab 1 minutgacha ushlab turaman. Ya'niki o'ngga qarab burish oson bo'lguncha ushlab turiladi. Keyin xuddi shunday chap tomonga qarab buriladi va xuddi shunday unday 1 minutgacha ushlab turiladi. Ya'ni chap tomonga burash oson bo'lguncha ushlab turiladi. O'ngga va chapga qarab burash yengil bo'lgandan keyin bankani olib tashlasak bo'ladi. Bunda barcha organlar o'z o'rniga qaytadi. Natijada ushbu a'zolarda modda almashuvi, qon aylanishi tiklanadi va bemorni bezovta qilayotgan barcha og'riqlar yo'qoladi. Video sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa, bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar.